Assalomu alaykum barchalaringizga. Bugun 3ds Max 2026-yildigini o'rnatishni o'rgatib o'tamiz va Crackda bo'ladigan xatolarni o'rgatamiz. Undan tashqari video karta nastroykalari, driver haqida ozroq gaplashamiz. Agarda noto'g'ri o'rnatib qo'yilgan bo'lsa, 3ds Maxni qanday o'chirib tayyorlash yo'llarini ham to'liqligicha o'rgatamiz. Boshladik. 3ds Maxda RAR fayllarni o'z shaxsiy Telegram kanalimga tayyorlab qo'yaman. Atpisaniyada kanalimni silkasini qoldirib ketaman. Avval ochib olinadi. Ochib olingandan so'ng bir narsani aytishimiz kerak. Bizda internet ochiq bo'lishi kerak. Undan tashqari Windows Defender himoya tizimidan Windows Defenderda to'liqligicha o'chirib qo'yiladi va Settingsga kirib turib real time'ni to'liqligicha o'chirib qo'yiladi. Undan so'ng ishni boshlaymiz. Papkalarni ochib olganimizdan so'ng 2026 4 ta papka tashlayman. 2026niga setup qilamiz. Setup qilishga ozroq vaqt ketadi. Mana yuklash boshlayapti. Agree'ni bostirib next bosamiz. Albatta C diskga turishi kerak. Installni bosamiz. Kutamiz. Yuklash jarayonida yana bir narsani aytishim kerak. Video kartangizni driverini yangilanish kelgan bo'lsa, ularni o'rnatishdan avval birinchi yangilanishni o'rnatib olganingiz ma'qulroq bo'ladi. Driverni o'rnatganingizni qulaylik tomoni 3ds Maxni ishlashiga, render jarayonlariga qotishiga yo'l qo'ymaydi yangi driverlar. Bir yangilab oling o'rnatishdan avval. Bu o'rnatilgandan so'ng darrov OK qilib ichkariga kirib ketilmaydi. Birdaniga start bosib ochilmaydi. Ochilishiga hali ertacha. Buni yana qiladigan ishlari bor. Buni Crack'ni qilgandan keyin ochiladi. Bo'lmasam litsenziya oynasi chiqib qolaveradi. To'liq o'rnatildi. Bundan chiqib ketamiz va papkamizga qaytgan holatda tekshiramiz. Xo'sh, Crackni topib olamiz. E'tibor qiling, sizlarga bir narsani aytaman. Crackda 2024 ham, 2022 ham bor tayyorlagan faylimda. Imенно 06.06.2025 ni topib o'rnatishlaringiz kerak bo'ladi. 2025-yildagi va 2026-yilda Cracklari bir-biriga o'xshashligi uchun bir-biriga qo'l keladi. Ammo 2024 va undan yuqorilari tushmay qolishi, tanimay qolishi mumkin.
o'rnatib olamiz. Biroz vaqt ketishi mumkin. Bu qayta o'chib yonib, qayta o'chib yonadi bo'lganiga qadar. Yuklashni tugatishga ham oz qoldi. Mana ko'rib turganingizdek, Crack completed enjoy tugmasi chiqdi. Va albatta kirib ko'ramiz. Crackni o'rnatilgan vaqtida oynasida qizil yozuv paydo bo'lsa, X ni bosib chiqib ketsangiz, Crack o'rnatilgan holatida o'sha boyagi tugmasi chiqadi, ok tugmasi chiqadi ba'zi bir holatlarda. Bu birinchi martasida kirmaydi, ikkinchi martasida kiradi. Ikkinchi marta bosganimizda. Chunki Crack ishga tushib oladi. Kirib ham oldik. Bizning qiladigan ishimiz customizedan kirib turib, endi grafический kartani sozlamalari, albatta driver yangisi o'rnatilgan bo'lsa, customizedan kirib turib, preference ga kiramiz. Wipe points ga kirib turib, choose driver ga mana bu yerdan eng balandi. Menda hozir Nitrois Direct 3D11 turibdi, ba'zi birlarda 12 turishi ham mumkin. Shuni okni bosib turib, ok. Keyin bir marta qaytib kiramiz. Shu holatda renderda yaxshiroq qilish mumkin. Bu o'zimizda driverimizni o'rnatib olgan bo'lamiz. Albatta o'zimizning driver o'rnatilgan bo'ladi. Mana video kartam Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Tushunarli. Endi buni agar biron bir narsasini noto'g'ri skachat qilib qo'ygan bo'lsangiz yoki 2027 yoki 2028-yillarda yangi 3D Max chiqsa, buni qanday o'chirib taylash yo'lini ham tushuntirib o'taman. Panelni управления, удаление программы. Shundan barcha 3D Max fayllarini 2026-sini o'chirib chiqiladi. Bu yerda ko'rib turganimizdek, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta, pastroqda 6 ta va 8 ta, 7 ta.
shu fayllarni barchasini o'chirib chiqilinadi. O'chirishga vaqt ketadi. Ba'zi bir fayllar 2-3tasi shu holatda o'chiriladi, xuddi bir o'rnatilgandek. O'chirish vaqtini talab etadi. Bu o'chgunicha yana bir narsalarni tushuntirib beraman. Bu o'chgunicha papkani ochish jarayonida bir butun papkaga taylab turib, 4 ta faylni ham o'sha faylni WinRAR holatidan извлечен va tekushий papku deb hammasini ochib olsangiz ancha qulayroq bo'ladi o'zlaringizga. Finish mana. Keyin yana boshqalarni ham delete qilishni boshlaymiz. Delete jarayoni ketyapti. Sizlarga yana bir narsani tushuntiraman. Har doim 3D Max fayllarni ochayotgan vaqtingiz, o'sha setup qilayotgan holatingizda o'ng tugmani bosgan holatida Zapusk от имени administrator degan yozuv bilan kiringlar. Обязательно o'rnatguncha ikkita chap tugmani bosib birdaniga kirib ketmanglar. Setupda ham shunday qilinglar. Crackda ham. Delete. Готов. Sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalardan yana biri, buni bu yerdan o'chirganimizdan keyin ham baribir papkalarning ichida mayda-chuyda detallari qolib ketadi. Ularni o'chirishni yo'li o'sha C diskga kirib turib, обязательно просмотритdan показатda ko'zchani ustiga ptichkani bosib qo'yish kerak. Ptichkani bosib ko'rganimizdan keyin Programma Files ichida Autodesk barcha fayllarni o'chirib tashlaymiz. Bu yerdan so'ng Programma Files 86 ga kiramiz. Bu yerda ham Common Files degan joyi bo'lardi. O'shadan turib Autodesk Shredder'da bosib turib o'chiramiz. Mana bunday holatlarda o'chmay qoladi. Buni ham hozir yo'lini o'rgatamiz. Boyagi Promestitdan, Pakazatdan ko'zchani yoqib qo'yganmiz. Mana bunaqa qoraroq fayllar paydo bo'lib qoladi. Programma datani ichida kirib turib, o'sha Autodeskda narsalarni uchiramiz. Ichiga qolib ketadi. Uchmay qolish sabablari ham bor. Baribir uchmay qolib ketadi. Mana shunday holatda biz bir ishni qilamiz. Pusk tugmasiga CDM ya'ni qanday?
cmd to'g'rirog'i. cmd deb yozamiz. cmd. Komandnay stroka chiqadi. Shuni ichiga kirib turib, avval birinchisini kopirovать qilib turib tashlaymiz. Ctrl V, Enter bosamiz. Keyin ikkinchisini olamiz. Kopirovать va buni ham Ctrl V ishga tushiramiz. Keyin boyagi cmd ga kirganda har doim men hozir promoga kirib ketdim. Zapusk от изменить administrator qilgan holatda kirishlaringiz kerak o'zi aslida. Boyagi 3D Max fayllarda aytganda, bo'lmasa ba'zi bir holatlarda o'chmay qoladi. Qayta berib olamiz. Qayta berib olamiz. Berib olganimizdan so'ng yana fayllarga qayta kirib turib, programma data, Autodesk o'chirishga harakat qilamiz. Agarda o'chmay qolsa, agarda ba'zi bir vaqtlari o'chmay qolsa, boshqa fayllarni topib ham o'chirishga harakat qilinglar. Shu holatdagi ham agar yana o'chmasa, bir перезагрузка qilasiz va qayta kirgan vaqtingiz именно shu fayllarga kirib turib, перезагрузка qilganingizdan keyin yana bir o'chirib tashlashga harakat qilasiz. Undan keyin nasib inshaalloh o'chib ketadi. Bu bittada o'xshamaydi. Shu yerdan o'chirib olganlaringizdan so'ng qaytib o'sha перезагрузка qilgan vaqtlaringiz boya cmd qilgan holatidagi kodlarni qilasizmi yoki odatiy holatdami? Odatiy holatda bo'lib qolishi mumkin. Перезагрузка qilgandan keyin cmd ga boyagi ikkita kodni kiritib turgan holatida keyin o'chirib tashlasangiz, keyin o'xshashi mumkin. Bu bittada o'chmaydi ba'zida. Shunday qilib o'chirganlaringizdan keyin to'liqligicha toza holatda bo'ladi. Mana qayta bir marta o'chirib yoqdim va o'sha ikkita kodni kiritgandan keyin mana shunday holatda o'zgarish bo'ldi. Ungacha bo'ladigan vaziyatda mana shu ichidagi Program Files ichidagi Common Files ichida Autodeskda to'liq uchirib chiqdim. Bitta ichida o'sha Autodesk ichidagi fayllarni bitta uchirib chiqdim. Yana qayta o'chirgandan keyin bu yerdagini uchirdim. Autodeskni o'chiramiz. Har bittasi o'xshamay qolsa, misol qayta yoqqan vaqtlaringiz ham o'xshamay qolsa, har bittasini ichiga kirib turib, ichidagi papkachalarni ham, faylchalarni ham o'chirib chiqishga harakat qilinglar. Keyin oxiri o'sha Autodeskda o'zi uchib ketishi mumkin. Mumkin emas, albatta mana o'chdi ham. Ba'zida o'sha injiqlik qilayotganning sababi ham shunda bo'lib qoladi. O'sha mana shu 3 ta papkani ichidagi papkachalar ham o'chirilmasa, o'chmay qolish ehtimolligi bor. Qayta o'chirib qilgan tarzda ham. O'sha qayta o'chirib qilgandan so'ng ham o'chmasa, o'sha mana bu kodni kiritib turib, yana qayta o'chirishga harakat qilinglar. Mana shu birinchi kod, mana sk stop
mana shu holatdagi, ikkinchisi eski delete holatidagi. 2 marta qilasizlar va o'chadi barchasi. Shu bilan to'liq tozalangan hisoblanadi. Yana savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada kutib qolaman va podpiska bo'lib qo'ysanglar, yana yangidan yangi videolar qo'yib boraveraman. Sizlarga katta rahmat. Yaxshi tushuntirdim deb umid qilaman. Podpiska bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, tushunmagan narsalaringizga izoh qoldiringlar, albatta javob beramiz. Fayllarni esa Telegram kanalimizga tashlaymiz.